Do'stlar, 10 ming so'mlik narsalarimizda mana shunaqa tuzdonlardan ham olib kelib qo'yganmiz. 3 talik tuzdonimiz. Bunga quruq choy, tuz, ziravorlar solib oshxonaga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Tayda bunaqa pastavkalari ham bor. Bularimiz ham 10 ming so'mdan. Keyin shunaqa bavilarimiz ham bor. Bu bavilarimiz ham 10 ming so'mdan. Kirlarda, idishlarda yuvgan ishlatyapti. O'zimiz, onalarimiz, ayollarimiz ham ishlatishyapti. Shunaqa dafnani yuvadigan geli 1 litrligi bu, kattasi. Kichkinasi emas. Kattasi 1 litrlik, sifati juda ham zo'r. 10 ming so'mdan. Suyuq sovunlari ham 10 ming so'mdan. Do'stlar, 10 ming so'mlik narsalarimizda mana shunaqa tuzdonlardan ham olib kelib qo'yganmiz. 3 talik tuzdonimiz. Bunga quruq choy, tuz, ziravorlar solib oshxonaga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Tayda bunaqa pastavkalari ham bor. Bularimiz ham 10 ming so'mdan. Keyin shunaqa bavilarimiz ham bor. Bu bavilarimiz ham 10 ming so'mdan. Kirlarda, idishlarda yuvgan ishlatyapti. O'zimiz, onalarimiz, ayollarimiz ham ishlatishyapti. Shunaqa dafnani yuvadigan geli 1 litrligi bu, kattasi. Kichkinasi emas. Kattasi 1 litrlik, sifati juda ham zo'r. 10 ming so'mdan. Suyuq sovunlari ham 10 ming so'mdan.